O'g'lim, aniq shu magazinmi? Ha, oyijon, men shu magazinda ishlayman. Qanaqa qiz o'zi? Shunaqa muomalasi zo'r, shunaqa muloyim qiz. Qani ko'ramiz. Qizim? Tavba qildim. Aksiyada nimalaringiz bor, ko'rsata olasizmi? Aksiyada men bor. Hazillashdim, arzonchi texnika do'konimizda. Smart televizorimiz 959 ming so'm. Pechkalar 379 ming so'mdan. Mikrovolnovkalarimiz 599 ming so'mdan. Avtomat kir mashinalarimiz 2 million 399 ming so'mdan. Ana shu naborimiz atigi 99 mingdan. Ulgurib qoling, xolashga. Ana bu chopperimiz 69 ming so'mdan. Ulgurib qoling, pirojkaga ham bari pul ketadi. Mana devda xolodilnik bilasizmi qancha? 5 million 599 ming so'mdan. Oy, boshqa qiz bilan gaplashyaptilar. Voy, alo. Shahzoda, qayergasan? Vodiydan kelyaptim. Namangan, Farg'ona, Qo'qon filiallarimizda ham arzonchini aksiyasi bo'lib o'tyapti. Undan tashqari Andijonda ham yangi filial ochilish arafasida. To'ytepada ham yangi filial ochmoqchimiz. Shunga rosa ishlar ko'p. Oyim sen ishlaydigan do'konga kirgizib yuborganmi? Boshqa qiz bilan gaplashib yuribdilar. Yo'q-ey. Voy, hozir. Dedi abi. Arzonchi degan magazinimiz ancha arzon qolgan magazinlardan ko'ra. Yuklarni xohlagan kolичествоda aksiyaga beraveramiz. Xohlasangiz meni ham aksiyaga beraveramiz. Qizim, ish tanlashda adashmabsiz. Lekin o'g'lim qiz tanlashda adashibdi. Kamila, bitta ayol keldi qani? Bilmadim. Iningga bilmaysanmi? Men senga aytdim.